Kranchi akalar, yaxshilab o'tirib olinglar endi, bor-ku. XMG'ning eng katta krani 4000 tonna ko'tarar ekan. 4000 tonna. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ot kuchi g'izatda bir 2000 ta ot kuchi atrofda ekan buniki. Necha metr balandlik ko'taradi? Tasavvur qilinglar, nechida o'tirasizlar? 200 metrdan ziyod ko'tarar ekan tepalikka. Bu silindrni qalinligini tasavvur qilaman, qo'limni ushlayman. Bitta silindrni o'zi bitta kranni og'irligi bo'lyapti, bor-ku. Men podvosh qaranglar. Bu podvosh ekan bu. Mana u plashatkada o'ylasam, prosta chiroyli turishim, bu podvosh ekan akalar. Bu qanday olib yuradi o'zi bilan? Eng qizig'i, Mascha akalar buni orqasiga tashab yuradi, kichkina bo'lardi, bilsizlar. Buni o'zi почти 8 metr bo'lyapti. Kabinasi qaranglar, polni gidrolisi ko'tarib tushiradi qo'shib. Silindrning o'zi ham kattaligini qaranglar. Akalar realni haqiqatan ancha balandlikda turibdi. Tomogachilari hammasi bor ekan. Toshini qaranglar. Har bir toshi 10 tonnadan ekan. Har bir toshi. Nechta balon o'ylaysiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu 10 tadan ziyod balon joylashgan. Menimcha bu ustini yechib yursa kerak, bo'lmasam qiyin masala bor-ku. Dosh berishi. Tasavvur qilyapsizmi? 4000 tonna yukni olish kerak. Voy, voy. Akalar, realni texnika